Assalomu alaykum kelajak mediklar. Bugungi darsimizda sizlar bilan molekulyar massa va molekula tarkibidagi proton, elektron, neytronlar sonini topishni o'rganamiz. Birinchi navbatda molekula nimalardan tashkil topgandi? Atomlardan. Demak, biz atomlarning massasini topishni bilar edik. Molekulani massasini topishni ham endi bilamiz. Chunki molekula nimalardan tashkil topgan? Atomlardan. Demak, atomlarning massasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, molekulani massasi kelib chiqar ekan. Xuddi shunday atomlarni proton, elektron, neytron topib bilardik. Molekulani topish uchun nima qilamiz? Atomlarni proton, elektron, neytronlarni qo'shib chiqamiz o'sha molekula tarkibidagi. Demak, bizga molekulani massasi ham kelib chiqadi, uni tarkibidagi proton, elektron, neytronlar soni ham kelib chiqadi. Demak, molekulyar massa ham atom massa kabi ikki xil bo'ladi. Nisbiy molekulyar massa va absolyut massaga bo'linadi. Bilib turganingizdek, nisbiy molekulyar massa uglerod 12 izotop atom massasining 1/12 qismida necha marta kattaligini ko'rsatuvchi, demak, necha marta og'irligini ko'rsatuvchi kattalik. U qanday qilib topiladi? Demak, suvdan boshlaymiz, oddiyroq misol. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu molekula tarkibidagi atomlarning sonini aniqlab olishimiz kerak. Demak, suv molekulasida nechta vodorod atomi bor? Demak, ikkita vodorod atomi bor va bitta kislorod atomi bor. Ikkinchi qiladigan ishimiz biz atom massalarini topib yozishimiz kerak. Buni davriy sistemadan qaraymiz. Vodorodniki demak 1, kislorodniki 16. Siz aytishingiz mumkin, ustoz, vodorodni 2 izotopi ham bor, 3 izotopi ham bor. Aynan qaysi birini yozamiz deb so'rashingiz mumkin. Agar masala shartida sizga, misol uchun, vodorodning 2 izotopi deb mana bunaqa yuqoriga yozilgan shaklda yoki masala shartida berilmagan bo'lsa, mana shunaqa qiymati, siz davriy sistemadagi sonlar orqali olasiz. Davriy sistemadagi sonlarni yaxlitlab olasiz. Demak, faqatgina bitta element atomi yaxlitlanmaydi, u ham bo'lsa xlor. Xlorniki 35,5 qoladi. Qolgan hamma element atomlarini yaxlitlab olasiz. Tushundingizmi? Yaxlitlash qoidasi qanday bo'ladi? Misol uchun, istalgan bitta butun son, qandaydir n virgul, misol uchun 1 dan 4 gacha bo'ladigan son bo'lsa, virguldan keyingi son 1 dan 4 gacha bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu sonni o'zini olib ketasiz, necha bo'lsa. Agar virguldan keyingi son 6 dan 9 gacha bo'ladigan bo'lsa, siz demak mana bu songa 1 ni qo'shib yozasiz. Misol uchun 15,999 bo'ladigan bo'lsa, demak 15 butun soni undan keyin necha turibdi? 9 turibdi. Demak 6 dan 9 gacha bo'lsa, mana bunga nechani qo'shishingiz kerak? 1 ni. Demak 15,999 ni siz 16 deb olib ketasiz. Ya'ni 15 ga 1 ni qo'shgan holatda. Faqatgina xlorda 35,543 mana shunaqa edi. Siz 35,5 ni o'zini olasiz. Tushundingizmi? Keyin mis bor, o'sha 5 lik bo'lib qolgan. 60,5 nechadir adashmasam, misni siz 64 deb olib ketasiz. Qolganlarini demak shu boyagi yaxlitlash tartibida yaxlitlaysiz. Demak, berilmagan bo'lsa masala shartida siz nima qilasiz? Davriy sistemada necha yozilgan bo'lsa, o'shani yaxlitlab olasiz. Vodorodniki 1, kislorodniki 16. Buni topishni o'rgangansiz. Demak, 3-qadam nima qilishingiz kerak? Indekslarini, ya'ni atomlar sonini atomning nisbiy atom massasiga ko'paytirasiz. 2 ni 1 ga ko'paytiraman 2. Demak, kislorodlar soni bitta, uni nisbiy atom massasiga ko'paytiradigan bo'lsam 16 ni o'zi bo'ladi. Chiqqan qiymatlarni qo'shadigan bo'lsangiz, nisbiy molekulyar massa kelib chiqadi. Demak, nisbiy molekulyar massa atom massa kabi mr bilan belgilanadi. Atom massaniki ar edi. Bu degani nisbiy atom massa degani, mr de ma'nosi nisbiy molekulyar massa degani. Ana endi suvning nisbiy molekulyar massasi nechaga teng ekan? 18 ga teng ekan. Ana endi sulfat kislotanikini topib ko'ramiz. H2SO4. Molekulasining, demak, nisbiy molekulyar massasini hisoblaymiz. Ana endi mana bunaqa qilib yozib o'tirsangiz ham bo'ladi boshlanishida. Keyinchalik mana bu tartibda yozasiz. Demak, sulfatni topish uchun vodorodlar soni 2 ta, ko'paytiraman to'g'ridan to'g'ri vodorodning nisbiy atom massasiga. Qo'shaman. Oltin guruhlar soni 1 ta, ko'paytiraman oltin guruhning nisbiy atom massasi 32 ga. Qo'shaman. Kislorodlar soni 4 ta, ko'paytiraman nisbiy atom massasiga. Qo'shib chiqishim kerak hammasini. Mana bu 2 bo'ladi, bu 32, bu 64. Uchalasini qo'shadigan bo'lsam 98 kelib chiqadi. Ana endi yana bitta misol. Kalsiy karbonat ko'paytirilgan magniy karbonat. Bunikini ham topamiz, mr. Demak, kalsiyda massasi 40, uglerodniki 12, kislorodniki 3 ko'paytirilgan 16. 48 deb ketsangiz ham bo'ladi deb bilsangiz yoki bo'lmasa 3 ko'paytirilgan 16 deb boshlanishda yozsangiz bo'ladi. Mana bu ko'paytiruv belgisi kimyoda bog'lash ma'nosini beradi.
Bog'lash degani qo'shilib turibdi degani. Shuning uchun qo'shamiz, ko'paytirib qo'ymagani. Qo'shamiz magniyni massasini 24, qo'shaman uglerodniki 12, qo'shaman kislorodniki 48. Shu tartibda qo'shib ketaman. 40 ga 12 ni qo'shaman 52, 52 ga 48 ni qo'shsam mana bu qism 100 bo'lar ekan. 100 ga 24 ni qo'shaman 124, 124 ga demak mana bu 12 bilan 48 ni qo'shib olsak osonroq bo'ladi. Qo'shishda farqi yo'qda, qanday ketma-ketlikda qo'shishda. 12 ga 48 ni qo'shsam 60 bo'ladi. 124 ga 60 ni qo'shadigan bo'lsam 184. Aslida buni mana bunday qo'shib olsam ham to'g'ri bo'lardi. Mana bu va mana bu shaklda. Hozir mana bu 24 ni bunga qo'shmaysizda. Balki yonidagisiga qo'shib yuborasiz. Demak, bu 60, mana bu 24 ni qo'shsangiz 84. 100 ga 84 ni qo'shsangiz 184 chiqadi. Demak, bizda javoblar 98, 18, 184 ekan. Men biladigan narsam, demak, nimani bilishim kerak? Nisbiy atom massalarini bilishim kerak va indekslar u atomdan nechta ekanligini isbotlab turishini bilishim kerak ekan. Shunda biz topishga qiynalmas ekanmiz nisbiy molekulyar massa. Misol uchun mana bunaqa moddalar bo'ladigan bo'lsa. Misol uchun mis sulfat ko'paytirilgan 5 molekula suv. Bunda koeffitsient ham bor. Koeffitsient endi hammasiga ta'sir qiladi, buni tushuntirgan edim. Demak, mana buni o'zi massasini qo'shaman. Mr 64 misniki, 6 yogurtniki 32, kislorodniki 4 ko'paytirilgan 16. Mana bu nima belgiydi? O'rtadagi ko'paytiruv bog'lash ma'nosi. Shuning uchun qo'shamiz. Qo'shaman 5 ko'paytirilgan suvni massasiga. Chunki 5 ta suv deganda suvnikini topa olaman. Ya'ni katta qavs ochaman. 1 ni 2 ga ko'paytiraman deb yozaman. Bitta vodorodimiz bor edi, har biri 2 massaga ega. Qo'shaman kisloroddan bitta edi. Demak, mana bu yerda xato ketib qoldi. Ikkita vodorod edi, har bittasining massasi 1 ga teng, nisbiy atom massasi. Qo'shaman kislorodning massasi 16. Birinchi qavsni ochib olaman endi, ana endi. Demak, 2 kara 1 2, 16 ni qo'shsam 18 bo'ladi. 5 ni 18 ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak 90 bo'ladi. Bu joyini topib oldim. 4 kara 16 demak 64. Hammasini qo'shib chiqaman. Iloji bo'lsa mana bu qismni bitta alohida hisoblay olasiz, keyin bu qismni alohida. Bu qism 90 kelib chiqdi. Ya'ni mana bundan bu tarafini. Bundan bu tarafi demak qo'shadigan bo'lsangiz 4 2 4 10 ga aylanadi. 6 ga 3 6 ni qo'shsangiz 150, 160 bo'ladi. 160 ga 90 ni qo'shadigan bo'lsangiz umumiy demak nisbiy molekulyar massasi 260 kelib chiqar ekan. Demak, biz nisbiy molekulyar massani topishni o'rgandik. Ana endi esa molekulalarning absolyut massasini topamiz. Yokida bo'lmasa biz nisbiy molekulyar massani absolyut massa orqali topsak ham bo'lardi. Formulasi bor edi, eslasangiz. Absolyut massani bo'lishim kerak massa atom birligi, ya'ni 1,66 10 + -24 ga. Masalan, istalgan bitta absolyut massa berilsa, molekulaning nisbiy molekulyar massasini toping desa, xuddi atomniki kabi topiladi. Davom etamiz. Ana endi molekulaning absolyut massasi. Absolyut massasini topish uchun, demak, nisbiy molekulyar massasini 1,66 10 + -24 ga ko'paytiramiz. Misol uchun sizdan sulfat kislotanikini so'rayapti. Buni topish uchun nima qilaman? Men formulaga qo'yaman. Grammda topmoqchi bo'lsam, demak, nisbiy molekulyar massasi 98. Demak, topishni hozirgina o'rgatdim, to'g'rimi? Nisbiy molekulyar massa shuni topib oldim, hisob-kitob qilib, ko'paytirishim kerak ekan 1,66 10 + -24 ga. Shunda javob kelib chiqadi. 98 ni mana bunga ko'paytirib olaman. Demak, tagma-tag ko'paytirish orqali 8 kara 6 48 4, 8 kara 6 48 4 52 5, 8 ga 1 8, 5 tildagi bilan 1328. 9 kara 6 54, 5 tilda, 9 kara 6 54, 5 tildagi bilan 59, yana 5 tilda. 9 kara 1 9, 5 ni qo'shadigan bo'lsam 14. 8 6 2 6 1. Ikkita virgul surilgan, shuning uchun ikkita virgul surib qo'yaman. 162,68. 162,68 ko'paytirilgan 10 + -24. Uni yana ham qulayroq shaklga keltiradigan bo'lsak, 1,63 deb yaxlab ketsak bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu qismdan. Ikkita yo 3 ta sonni olsangiz yetadi. Ko'paytirilgan, demak, ikkita virgul surdim. E'tibor beradigan bo'lsangiz, ikkita virgul, ya'ni bu kichraydi, mana bu kattarish kerak. -24 bo'lsa, ikkitaga kattaradigan bo'lsa, -22 bo'ladi. Demak, biz sulfat kislotaning absolyut massasini topdik. Grammda topdik. Kilogramda topmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Yana mingga bo'lib qo'yamiz. Ana endi molekula tarkibidagi proton, elektron, neutronlar sonini aniqlash.
aytib o'tganimdek, atomlardagi proton, elektronlarni qo'shib qo'ysangiz, molekuladagisi kelib chiqadi. Ya'ni o'sha tartibda misol uchun suvnikini topmoqchiman. Birinchi navbatda, demak, vodorod va kisloroddagi proton, elektron, neutronlarni bilib olishim kerak. Eng oson yo'li, yana bundan ham oson yo'li bor. Hozir birinchi alohida hisoblab ko'rsataman. Proton, elektron, neutron topmoqchiman. Vodorodning protoni 1 ga teng, elektroni 1 ga teng, neytroni yo'q. Kislorodning protoni 16 ga teng, elektroni protoni 8 ga teng, elektroni 8 ga teng, neytroni ham 8 ga teng. Ana endi biz vodorodlarni 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Vodoroddagi proton, elektron, neutronlarni jamini topib olishimiz uchun. Vodoroddagi proton, elektronlar soni va neutronlar soni 2 ga teng ekan. Suvdagi 8, 8, 8, 3 kara 8, 24. Bu demak bitta vodoroddagi va bitta kisloroddagi proton, elektron, neutronlar soni. Vodorodlar soni nechta? 2 ta. Shuning uchun 2 ga ko'paytiraman. Kislorodlar soni nechta? Bitta. Shuning uchun 1 ga ko'paytiraman va ikkalasini qo'shaman. 2 kara 2 4, 4 ga 24 ni qo'shadigan bo'lsam 28. Demak, 28 ta proton, elektron va neytron bor ekan. Faqat protonlarni toping desa, ya'ni musbat zaryadlangan zarrachalarni toping deb qolishi mumkin yoki manfiy zaryadlangan zarrachani toping deyish mumkin. Yoki bo'lmasa zaryadlanmagan zarrachani toping deyish mumkin yoki bo'lmasa yadrodagi zaryadlangan zarrachani toping deyish mumkin. Agar yadrodagi zaryadlangan zarrachani toping desa, siz proton topishingiz kerak. Chunki yadroda proton bilan neytron bor-da, elektron yo'q. Shuning uchun xayolingiz elektronga ketib qolmasin shu vaqt. Biz jami topishni o'rgandik. Misol uchun alohida so'rasa, suvdagi protonlar sonini toping desa, siz nima qilasiz? 1 ni 2 ga ko'paytirasiz, 2, kislorodda 8 ta qo'shib qo'yasiz. Ya'ni men jami protonlar sonini topish uchun vodorodlar soni 2 ta ko'paytiraman. Demak, vodorodda protonlar 1 ga qo'shaman 8 ga. Demak, 10 bo'ladi. Ana endi siz elektronlarni topmasangiz ham bo'ladi. Protonlar 10 ta bo'lganligi uchun suvdagi elektronlar ham 10 ta bo'ladi deb topib qo'ysangiz bo'ladi. Neytronlar sonini topishni biz oson yo'lini o'rgatgandik. Jami massasi 18 edi. 18 dan, demak, eslasangiz atom massasidan ayirishimiz kerak edi. Nimalarni? Protonlarni. Ana endi nisbiy molekulyar massadan protonni ayirib qo'ysangiz ham bo'ladi. 8 kelib chiqadi. Mana alohida topdik. Uchalasini qo'shsangiz baribir yana 28 kelib chiqadi. Bu ikkinchi usuli. Yana bitta oson usuli bor. Agar bizdan alohida so'ramay, jami hammasini bittada so'raydigan bo'lsa, ya'ni proton, elektron va neytronlar yig'indisini bittada so'raydigan bo'lsa, osonroq usuli qanday? Proton bilan neytron bizga nimani berardi? Nisbiy atom massani berardi. Ana endi molekulani proton va neytronlarni qo'shadigan bo'lsak jami, demak molekulani nisbiy molekulyar massasini beradi. Shunga qo'shib qo'yishimiz kerak faqat elektronlar sonini. Demak, nisbiy molekulyar massasi 18, elektronni mana bunaqa qilib topasiz, alohida topasiz 10 kelib chiqadi, qo'shib qo'yasiz +10. Jami 28 ekan deysiz. Demak, biz sizlar bilan molekula tarkibidagi elektron, proton, neytronlar sonini ham topishni o'rgandik. Endi istalgan bittasi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun murakkabrog'ini ko'raylik. Misol uchun alyuminiy sulfat bo'lsa. Bundagi proton, elektron, neytronlar sonini qanday topamiz? Aytib o'tganimdek, birinchi bo'lib nisbiy molekulyar massasini topamiz. Sizda alohida ham so'rab qolish mumkin, shuning uchun keling alohida topishni o'rganaylik. Birinchi bo'lmasa, protonlar sonini topaman. Bu uchun demak indeksi 2 ko'paytiraman tartib raqamiga. Massasiga emas, tartib raqamiga ko'paytiraman 13 ga. Qo'shaman, 3 ko'paytiruv qilib qavs ochaman, chunki 3 borda, qavs tashqarisida. Endi ichkarisini yoza olaman. Oltin guruhda nechta proton? 16 ta bittasida. Qo'shaman kisloroddan 4 ta bo'lganligi uchun 4 ko'paytirilgan 8 yozaman. Protonlari kelib chiqadi shunda. 2 kara 13 26. 16 ga 32 ni qo'shsam 48. 3 kara 8 24, 4 2 144. 144 ga 26 ni qo'shsam, demak 170 chiqyapti, to'g'rimi? Elektronlarni ham topaman. 170 chiqadi. Xohlasangiz neytronlarni alohida topib chiqing. Xohlasangiz, demak, MR ni topib olsangiz bo'ladi birinchi. Keling, neytronlarni alohida topamiz. Juda murakkab bo'lib ketadi-da. Bundan ko'ra nisbiy molekulyar massasini topganingiz yaxshi. Juda murakkab degani murakkab emas aslida. Masalan, alyuminiyni topmoqchisiz. 27 dan birinchi 13 ni ayirib olasiz. Ha, demak, neytronni 14 ta ekan. Bittasida 14 ni 2 ga ko'paytirib yozaman. 2 ko'paytirilgan 14. Qo'shaman,
3 ko'paytirilgan qavs ochiladi. Oltin g'o'r, demak, nisbiyati massasi 32, protonlari 16. 32 dan 16 ni ayirsam, neytronlari 16 ta kelib chiqar ekan. Demak, neytronlari ham 16 ta ekan. Qo'shaman. Kislorodni, demak, nisbiyati massasi 16, protonlar 8 ta, ayirib bersam 8 ta neytroni bor ekan bittasida. Demak, 4 ko'paytirilgan 8 yozaman. Javob kelib chiqadi. Bu yana 48 kelib chiqadi yuqoridagi kabi, mana 144 kelib chiqadi. Faqat mana bu 28 bo'ladi. Ya'ni 2 ga ko'proq bo'lar ekan. Demak, 172 ga teng bo'lar ekan. Endi nisbiy molekulyar massasini top desa, o'zingiz topib bilasiz. Unda 342 kelib chiqadi yoki bo'lmasa, mana bu ikkalasini qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Protonga neytronni qo'shsangiz 342 kelib chiqadi. Chunki aytib o'tganimizdek, proton neytronlar massani beradi. Jami molekuladagi atomlarni proton neytronlarni qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, jami mana shu molekulaning massasi kelib chiqadi. Mana molekulaning massasi bilan bir xil ekan. Demak, biz sizlar bilan molekulyar massa va molekulyar tarkibdagi proton, elektron, neytronlarni aniqlash usullarini o'rganib chiqdik. Demak, mavzumiz tugadi, ya'ni paragrafimiz tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.